bilan belgi qilamiz. Zamonaviy moliya deganda biz o'sha hozirgi kundagi pul munosabatlarni, pullarni sarflash, pulni nazorat qilish. Endi hozirgi kunda biz mana bizlar buxgalter yo'nalishidagi talabalar. Buxgalteriya sohasini mukammal o'rganish shaxslar. Korxonada buxgalter kim hisoblanadi odam organizmidan olganda? Yuragi. Buxgalter korxonaning yuragi hisoblanadi. Chunki yurak qanchalik tez ursa, qanchalik sekin ursa, korxonaning moliya munosabati shunchalik hisob-kitob qilinadi. To'g'rimi? Agar yurak yaxshi, oqilona, o'z vaqtida o'sha belgilangan kurslarni nimasi deymiz? Me'yor deymiz, o'sha me'yor asosida yurak to'g'ri ursa, demak pul hisob-kitob to'g'ri va oqilona sarflanayotgan bo'ladi. Bu soliq xarajatlari bo'ladimi? Daromad bo'ladimi? Siryo'ga ketadigan xarajat bo'ladimi? Mahsulot narxiga qo'yiladigan moliya mablag' bo'ladimi? Sotuvdan tushgan tushum bo'ladimi? Dividend siyosati bo'ladimi? Farqli har qanday jarayonda. Xuddi shunday biz bugun sizlarga bu fanda bu mavzuni o'sha zamonaviy moliyaning o'zi mazmun voqeasi hozirgi kunda nimaga kerak ekanligi bo'yicha bir yangi mavzulardan biri hisobga olamiz. Endi o'zi fan tilida aytganda zamonaviy moliya nima? Zamonaviy moliya bu o'sha shaxs, odamlar, kishilarning o'sha ma'lum vaqt davomidagi defitsit pul resurslari, kirimi yoki daromadlar va chiqimi xarajatlarni qanday boshqarish to'g'risidagi fan hisoblanadi. Defitsit pul mablag'lari nima degani? Yetishmovchilik. Недостаточный средства deymiz biz. Yetishmovchilik pul mablag'larini biz qanday joyga qo'yamiz? Faqat reja asosida. Defitsit pul mablag'i tasavvur qiling. Siz bugun ertalab nimaga chiqib ketyapsiz? Uyingizdan institutga kelyapsiz. Shunchangizda 100 ming pul bor. Lekin shu 100 ming pul sizga defitsit pul mablag'i. Nima qilasiz? Avvalambor birinchi xarajatlar manbaini rejalashtirib chiqasiz. Nimaga kerak? Avtobus birinchi xarajatingiz, ha? Osh-ovqat birinchi xarajatlaringiz, chunki siz ovqatlanmasangiz, bunda intellektual bilimga ega bo'lolmaysiz. Quvvatingiz bo'lmagandan keyin qanaqa qilib qorin osh bo'lsa kanaga bilim kiradi. Demak, birinchi xarajatlaysiz. Keyin ikkilamchi. Demak, siz defitsit pul mablag'larini xarajatlar manbaiga erishish uchun keraksiz ortiqcha bo'lgan rejalaringizdan voz kechasiz. Ha? Natijada siz moliya mablag'iga ega bo'lasiz. Nimaga? Rejaga. Xuddi shunday zamonaviy moliya hozirgi kunda xuddi shunday sizlarda taqozo etadi. Endi biz dunyo miqyosi bo'yicha umuman o'zi hayotda zamonaviy moliyani qaysi ko'rinishda ko'ramizki, Coca-Cola zavodi. Coca-Cola zavodi 16 yil deganda 20 milliard AQSh dollar moliya mablag'iga ega bo'ldi. Hozirgi kunda elektron do'konlar, elektron market deymizmi? Uzun market, ha? Alibaba, ha? Ya onlayn bozorlar, ha? Onlayn bozorlardagi yoki umuman moliyaviy mana internet tarmoqlari, ha? Hozirgi kundagi topilayotgan mablag' yoki ishlab chiqaruvchilar, ha? Yo'nalma vositalari bular Coca-Cola zavodi erishgan 16 yillik yutuqqa qancha vaqtda erishdi? 16 oyda. 16 oyda. Bunday примерно hisoblaydi. Ha, taxminan. Mana zamonaviy moliyaviy ko'rinishi. Biz o'sha moliyaviy munosabatga kirish uchun har qanday jarayonda, har qanday holatda o'zimizni o'sha moliyaviy mablag'larimizni o'sha to'g'ri va oqilona sarflash yoki ularni ustidan nazorat qilish ustida amalga oshirilayotgan moliyaviy munosabatlar, bular zamonaviy moliyaning eng katta tendensiyalari ekan. Endi mana biz o'sha zamonaviy moliya deyapmiz. Har bir holatda o'sha zamonaviy moliyaviy juda uchdan ustidan uchga keladi. Ya'ni biz o'sha zamonaviy moliyani qayerlarda ko'rishimiz mumkin? Birinchisi, vaqt omili, davrlar o'rtasida muqobil variantlar tahlilni hisobga olgan holda pul mablag'laridan foydalanishni optimallashtirish, oqillashtirish. Ertalab uydan chiqayotganda biz vaqt nuqtai nazaridan optimallashyapmizmi? Birinchi qiladigan ishimiz avtobusni to'lovini qilamiz, obedga pul mablag'ini sarflaymiz. Bo'ldi. Boshqa bizda harakat mavjud emas. Bizda birinchisi. Undan keyingi xarajatlar manbayimiz bizni o'sha vaqt davr oralig'ida bo'ladigan moliyaviy xarajatlarimizni optimallashtirish natijasida vujudga keladi. Keyingisi aktivlar qiymatini baholash. Shunchangizda qancha pul bor? Qiymatni baholayapmiz 100 ming so'm pulni. Biz o'sha 100 ming so'm pulga nima ishlar qilishimiz kerakligini hisob-kitobimizni chiqaryapmiz. Natijada zamonaviy moliyaga erishamiz.
Aktiv nazariyasi ham o'z ichiga oluvchi risklarni boshqarish. Riskli darajamiz nima? Ertalab uyqudan turdik, yomg'ir yog'yapti bugun, avtobusda ketamizmi? Vaqt o'zimizga aytamiz, bugun yomg'ir yog'yapti, ertaroq turishimiz kerak, ertaroq avtobusga chiqishimiz kerak, endi ko'ramiz. Bo'lmasa yomg'ir natijasida yo'llar probka bo'lishi mumkin, har xil tabiiy ofat tufayli qanaqadir bas hodisalar yuz berishi mumkin. Natijada biz o'sha ko'zlangan maqsadimizga erisha olmaymiz. Mana shu holat nuqtai nazardan zamonaviy moliyaviy bir vujudga kelishiga to'sqinlik qilamiz. Korxona misolida olaylik. Bugun biz korxonada kurtka ishlab chiqaruvchi zavod direktorimiz qachon kurtka ishlab chiqarishni boshlaymiz? Yoz oxirida. Yozda boshlaymiz. Yozda boshlaymiz biz kurtka ishlab chiqarishni. Chunki u kurtkani biz qachon sotishimiz kerak? Kuzda sotishimiz kerak. Agar biz qishda sotadigan bo'lsak, riskli darajamiz yuqori bo'ladi. Agar biz uni kuzda ishlab chiqarib, qishda sotadigan bo'lsak, olishi mumkin. Boshqa auditoriyalar to'yintirib qo'yish mumkin bizning bozorimizda. To'g'rimi? Avtotransport vositasi Tesla bilan BYD olaylik. Tesla 2003-yil chiqqan. BYD 1994-yil chiqqan. Bozorda qaysi bir tez egallar? Hech yo'qdir. Elektromobillardan Tesla bozorga kelgan. 2024-yil dunyoda eng ko'p sotilgan transport vositasi qaysi bo'ldi? BYD. 2014-yil dunyoda eng ko'p sotilgan. Endi qarang. Tesla BYDdan keyin ishlab chiqaruvchi avtotransport vositasi bo'ldi. 2003-yil ishlab chiqargan, 94-yil ishlab chiqargan. Lekin Tesla'dan moliyaviy munosabat yetishmas. BYDdan. Moliyaviy munosabat yetishmasligi natijasida BYD kompaniyasi nima qildi? Teslaga ishga kirdi. BYD kompaniyasi 2021-yilgacha Tesla bilan shartnoma qilib, BYD kompaniyasini ishlab chiqariladigan elektr o'sha nima deymiz biz, akkumulyator batareykalarini Teslaga sotdi. Natijada BYD 2000 nima uchun 2021-yilgacha? Nega 2020 даже 2030-yilgacha qilmadi? Talab oshdi. Yo'q, BYD o'rgan olish kerak. BYD birinchidan o'zining moliyaviy mablag'i yo'q edi. Ikkinchidan dunyo bozorini egallash uchun unga nima yetishmas? Bozordagi tashkil yetishmasdi, marketing yetishmasdi, usul yetishmasdi. Natijada nima qildik? Tesla kompaniyasiga kirib, akkumulyator zavodini ishlab chiqaradigan, batareyka ishlab chiqaradigan korxona sifatida Teslaga yordamchi, qo'shimcha pudratchi bo'ldi-da, moliyaviy mablag'ga ega bo'lgandan keyin 2021-yil u prognoz qilib chiqdi. Mana sizlarga o'sha vaqt omili davri zamonaviy moliyaga qanday ta'sir qiladi? Endi agar u 94-yildan boshlab BYD ishlab chiqargan risk darajasi qancha aytindi? Yuqori bo'ladi. Yuqori bo'lishdan moliyaviy mablag' yo'q unda. Korxona bo'lgan bilan. Ikkinchidan, sifatli transport vositasini ishlab chiqaradigan undagi imkoniyat yo'q. Uchinchidan, o'sha davrdagi undagi o'sha avtotransport vositasida ketadigan o'sha har xil mana hozir zamonaviylashib ketdi-ku, eshigini ham oldiga borsang ochilib ketyapti, o'tirasan ketdik deysan, o'zi haydaydi. Mana shunday nima deydi, bir aholini jalb qiladigan qulaylik darajasini o'rganishdagi imkoniyatlar mavjud emas. Tez qildi o'rganishlash. Ikkinchisi, qo'limizda uyaloq vositasi. Bu qaysi kompaniya? Samsung. Yana qaysi kompaniya bor? iPhone. Mana iPhone. Dunyo brendlari. Zamonaviy bo'ldi. Ikkalasining tub maqsadi nima? Bozorda birinchi bo'lgan. Yo'q, eng oxirgi tub foydalanishdir. Boshqa maqsad yo'q. Boshqa maqsad yo'q. Moliyaviy barqarorlikka erishish. Ikkalasi ham shu. Ikkalasi ham xuddi shunday bo'ldi. Endi bu ikkalasini moliyaviy barqarorligiga erishish yo'lida bulardan andozani qaysi kompaniya oldi? Huawei. Redmi. Hammasi shu. Ularning maqsadi nima edi? Shu aholi o'rtasida zamonaviy moliyaga erishish uchun qanday bo'lmasin pul topish harakatini qilishimiz kerak. Moliyaviy barqarorlikka erishish uchun ular nima qildi? Bozorda yurgan. Bozorda iPhone'ni statistikasini ko'tardi. Necha foiz iPhone'ni odamlar olyapti? Necha foiz Samsung olyapti? Qancha foiz odamlarda telefonga bugun ehtiyoj bor? iPhone qancha? Samsung qancha? Bozorda qancha telefonga ehtiyoj bor? O'rtasidagi o'sha katta tafovutni oldini olish uchun nima qildilar? O'rtasini olish. Xuddi shu telefon darajasidagi nimani deydi?
imkoniyatni yaratib beradigan, lekin mana shu telefonlardan narxi 2 barobar, 3 barobar arzon bo'lgan uyali vositasini ishlab chiqarish mumkin. Eng katta maqsad ularning Hindiston bilan Xitoyda egallash. Natija nima? Dunyoni egallash. Mana dunyoni egallash. Mana zamonaviy moliyaning asl maqsadi nimalardan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin. Men endi primerni qilib kompaniyalarga ketmay o'tkazib. Endi mana biz o'sha har bir sohada, tarmoqda moliya nima, moliyaning o'z asl maqsadi nima, moliya bizga nima uchun kerak degan so'zni aytib o'taman. Korxona moliyasi bilan davlat moliyasi o'rtasida farqli jihatlar nimalardan iborat? Markazlashgan va markazlashgan. Bir, ikkinchisi. Ular mashhur Korxona moliyasining maqsadi foyda olish. faqat foyda olish. Davlatningchi davlatning o'zining funksiya vazifalarini bajarish. Davlat byudjetni to'ldirishligimizmi, aholini ijtimoiy himoya qilishligimizmi, va hokazo amalga oshiradi. Endi mana biz o'sha nima uchun bu narsani aytib ketdim, moliyaning ijtimoiy iqtisodiy mohiyati nimalardan iborat ekanligini. Moliya aholi bo'ladimi, ishlab chiqarish korxonalari bo'ladimi, xizmat ko'rsatuvchi korxonalar bilan davlat bo'ladimi, davlat munosabatdan byudjet tashkilot va har qanday tashkilot bo'lishidan qat'iy nazar o'zining ijtimoiy iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan sahnada o'zini bir roliga ega bo'lmasa u moliya hisoblanmaydi. Moliya bu arabcha so'zdan olingan bo'lib, o'zbek tilida eng umumiy tarzda pul mablag'lari degan ma'noni anglatadi. Bu so'z ona tilimizda ishlatish quyidagi ko'rinishlar mavjud. Maqsadi pul-pullarni tashkil etish, jamlash, taqsimlash va ishlash yuzasidan paydo bo'lgan iqtisodiy munosabatlar. Siz har qanday moliya munosabatga chiqishingiz maqsadingiz bo'ladi. Har qandaydan suv olaman desangiz ham, sumka olaman desangiz ham, avtobusga kirsangiz ham maqsadi pul-puldan. Siz oldin u pulni paydo qilasiz, jamlaysiz, otangizdan olasizmi, mehnat qilib olasizmi, ishlab chiqarishda, xizmat ko'rsatishda olasizmi, nima qilib olishingizni qat'iy nazar onasidan ana ularni ustidan keyin sarflash, xarajat qilishdan nazorat qilish paydo bo'lishdagi pul munosabatlar hisoblanadi. Pul mablag'larni shakllantirish, taqsimlash, ularni sarf qilish tizimi, masalan, moliya yilida moliya kapitali, moliya tizimi, korxona misolida yoki davlat misolida. Biron bir shaxs, oila, jamoat, muassasa, tashkilot yoki davlat tasarrufidagi pul mablag'lari masalan, korxona moliyasida moliya deyilar ekan. Endi moliya ishlari bilan shug'ullanuvchi davlat organlari so'zlash tillardan qat'iy nazar barchasi moliya munosabat deyiladi ekan. 2007-2008 yilda biz student bo'lib o'qib yurganimizda tekstil fabrikaga borganimizda 250 ta ishchi xodimi bor. Mana moliya munosabat, mana zamonaviy moliya. 250 ta ishchi xodim bilan bir yilda 150-200 tonnaga yaqin tola ishlab chiqaradi. Hozirgi kunda zamonaviylashish natijasida tola ishlab chiqarish 300-350 tonnaga chiqdi. Korxonaning ishchilar soni 20 ming. Zamonaviy texnologiya. Munosabatga kirishadi. 250 ta xodimning ichida korxonaning direktori har birini ertalabdan kechgacha sanash imkoniyati bo'ladimi? Yo'q. Ularda har kunlik xarajat manbai bilan korxona ichida bo'ladi. 250 ta odam korxonaning ichida yurishsa, elektr energiya, kommunal to'lov, suv, bo'ladimi? Bo'ladi. Ana shularda 5 yilga shunday jamlagan ekan, 3 ta undan ham zo'r axborotni texnologiya beradigan imkoniyat darajasida ega bo'lgan korxona tashkil qilsa bo'lar ekan. Natijada nima qildi? To'g'ri, bizga aytishimiz mumkin, ishsizlar soni oshib ketadi.